Sergeli mashina bozoridamiz do'stlar, Damazlar qatorida. Hammaga assalomu alaykum. Bugun 1-iyun, haftaning yakshanba kuni bozordan Damazlar qatoridan videolarimizni boshladik do'stlar. Kanalimizga yangi mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videomizga like bosib qo'llab turasizlar degan umiddaman do'stlar. Biz video rolikni boshladik. Bugun yakshanba, lekin Damazlarda mana holatni ko'rib turibsizlar, odam kam. Narx-navoni birgalikda ko'ramiz do'stlar. 2022 ekan mana shu ko'ring. Assalomu alaykum. Tashqariga charchaysizmi? Narx qanaqa aka mashina? 6200. YouTube nomer aytib ko'rsatib ketaveraman aka. Kraskasi qanaqa? Kraska Bakoy deb Bakoy tagida Petno. Mana shu tomondan. Xo'p, yurgani ko'ray. 67 ming bo'pti. Gazlari bormi aka? Gaz qo'ygan. Gaz qo'yilgan. 6200 do'stlar, 67 ming yurgan 2022-yil. Bozor narx berdimi aka? 6000 baraka bo'lgan. 6000 baraka bo'ldi, qaytdi. 6000 dan kami yo'q-da bo'lmasa aka. Telefon raqamingizni ko'rsatib ketaveraman bo'lmasam. 93lik 512 0078. Bozoringizni bersan aka. Xo'p. Masla balonni taqib qo'yilgan ekan. Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Xo'sh. 2024-28 ming yurgan 7300 dollar yozib qo'ygan metan gaz hamma yo'q bor ekan. Kim? Siznikimi? Assalomu alaykum. Kami bor a? Ha, kami bor. Metan gaz 24-28 ming yurgan 7300. Kraska yo'q a? Yo'q, toza. Bozor narx berdimi aka? Ha, 6800 ga bermadi. 6800 bozor so'ragan, berilmagan do'stlar. Mo'ljali qanaqaga sirpimiz? Baravar 7 ga. Telefon raqami ko'rsatib yozilgani 746 94 70 kurashdi yozib. 97lik 746 94 71. Mana shu mana bu yerdan bormi deyman. Shu nomerlarga telefon qilib gaplashib olishinglar mumkin. Bozoringizni bersan aka. Rahmat. Xo'p. Ha, Jahongir ismi. Rahmat aka. Besprabeglar narxini xabaringiz yo'qmi aka? Damazlarda. Xo'p, sog' bo'ling aka, rahmat. Bu reklama emas. Sof savdo internet magazini 2016-yildan buyon tajribasidan o'tgan va sifati a'lo darajadagi mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz ozdiruvchi va semirtiruvchi mahsulotlar, gijjalarni yo'qotuvchi, bundan tashqari jinsiy zaiflik, prostata, urologik va ginekologik tomonlama kasalliklarga yechim, teri kasalliklari uchun yuzdagi qora dog'lar, psoriaz, vitiligo ya'ni oq dog' kabi ko'plab teridagi muammolarga yechim topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. 24 sotilar ekan. Assalomu alaykum aka. 9400 yurgan. 9400 yurgan. 10 ming ham desak ham hech qancha yurmabdi-da hali. Toza mashina. Kraska toza. Bitta qo'l minilgan. Bir qo'l. Gaz pas qo'yilgani, 4 yangi balon, gaz, gazlar qo'yilgan. patologiya qilingan. Hamma xarajat qilinibdi. Hammasi qilingan. Shunqa yo'q-a? Shuncha yo'q. Buni qancha qilib beramiz aka? 8 danmiz 7,5 dedi bermadi. 8000 kami bor. 8 dan kam yo'q. 7,5 bermadingiz. Yo'q. Qanchalar oxir aka? Hop, yaqinlashib qoldik. 8 dan. 8 sal qimmatli qilmaydimi aka? 7800. Endi bozor tashlagan o'zingizdan bilasiz, xabaringiz bor. Xarajat ham qilinganda buni.
pul tiqilganda, ha? Kelganda Shuni hisobiga. to'g'ri. Xo'p, nomerlarni ko'rsatib ketaman do'stlar. 77lik 316 1101. Oluvchilar qancha so'rasalaringiz ham bu bozor. Oluvchi odam telefon qilib olsa, so'rab ko'raveradi aka. Xo'p, rahmat aka. Hozir mana 7000 bering. Qanchaga bering deb savdo qilsam ham to'g'ri kelmaydi. Assalomu alaykum. Yili necha aka? 24. Qancha narxi? 7000. O'tib beriladi. YouTube'ga nomer qoldiramizmi aka? Shart emas. Xo'p. Yurgan qanaqa sir bo'lmasa buni? 13000 yurgan ekan, 7000 kami bor, 2024 do'stlar. YouTube'ga nomer shart emas ekan. Damas sizdanmi aka bu? Assalomu alaykum. Yili narxini bilsam bo'ladimi aka? 2013-yil. 4800 so'raymiz. 2013 mana yili pastroqdan so'raganlarga 4800 ekan. Monitorlar qo'yib qo'yilgan, tepa kolonka, polik, O'rtaga yaxshi. Chexov. Qo'lni shunga mos. shunga ham qilingan. Yoki 2023-yil kuzov qo'yilgan. Kuzov almashgan 2023. 23-yil kuzovga yig'ilgan. Hozir hadovoy, korobka hammasi qanaqa? Zadnimos ishi yo'qmi? Yangi kuzovda kraska yo'qmi? Yo'q, toza. Top-toza. Bozor narxi berdimi aka? 4300 ga mashina so'ralibdi. 4300 ga nimadir qo'ysa beraverasiz bo'lmasa. Shunaqa, okey. Telefon raqamlaringiz bu yerda bor ekan, ko'rsatib ketaman. 93lik 592 65 62. Nasib qilgani bo'ladi. Kimga qanaqa narx to'g'ri kelsa, so'rab bosaveringlar do'stlar. Bozoringizni bersin aka. Xo'p, rahmat. Hozir ham shu akalar $4000 so'rayapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yili narxini bilsak bo'laveradi. 18-yil 2018 $5000 kami bor. YouTube'ga nomer qo'ymaymiz a? YouTube'ga qoldirmaymiz a? Mayli. Qush ekan, pishaymi deb o'yladim. Xo'p, 2018 5000. 2024. Yurgani 47 ming ekan. Assalomu alaykum. Narxi nech pul ekan aka? 6,5. 24. Aytilishi zo'r ekan lekin aka. Kraskasi qanaqa aka? Top-toza. Yurgani radnoy, xudo xolisa. Nomer qoldiramizmi YouTube'ga aka? Telefon raqam. Xo'p. 33lik 497 1111. Kraska toza, 47 ming yurgan, 24. Gazlari yo'q? Benzinda oldi. Benzinda. Bermaganingiz bo'ldimi aka bugun? Qanchaga? 6200 ga. Hop, 6200 ga mashina berilmagan do'stlar, shunga qarab so'raverasizlar. Mana nechchi? Assalomu alaykum. 20 Damazlar qatoridami? Semga qilyapti. Damazlardan. Ha, hozir tugatib boramiz. 14 ga 15. Nech pul ekan aka? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. 4800. Endi 14-yil chiqqan. 15-yil chiqqan. Xullas, shunaqada. Bozor narx berdimi aka? Qanchaga? 4300 ga bermadingiz. Tirikchilik emas, dehqonchilik, o'zlaringizniki. Ishi yo'qmi? Qanaqadir xarajat qo'yasiz? Kraska nechi foiz aka? Bitta petno bor, orqa bagaj eshikda. Orqa eshikda bitta petno do'stlar. Telefon raqam qo'yib ketavering. Xo'p, 97lik 905 8800. 419 ming yurgan ekan, 4300 ga berilmagan.
Bozoringiz bersin aka, rahmat. Xo'p. Biz issiqqa telefon o'chib qolmasdan ko'proq ko'rsatay. Mayli shart emas. 2020. Ya qilamiz sal holat boshqacha. 2019 318 ming yurgan. Assalomu alaykum. Puli qanaqa aka? Biz so'ramiz 2019 top toza, mana holatlari. Kraska yo'q. Toza. 19 radnoy do'stlar. Yemaydi. Xo'p, 318 ming yurgan. Halol pul bergan. Aylantirib, o'zimizni mashina, tirikchilik emas aka. Bozor narx berdim aka? Bozor qildi. Qancha? 4400 pul sotdi. 4400 ga bermayapsiz. 5000 aytilishi. Mo'ljallingiz qanaqa? Mo'ljalini kim biladi? 4,5 dan balandroq mo'ljallab turibmiz. Bozor aytgan bo'ladi-da. Nasib qilgan bo'ladi. Xudo xolasa. Gazlari ham bor edi? Gazlari bor. Tirikchilik emas, Yo'q, o'zimiz o'zlaridan. Dehqonchilik 99lik 798 88 82 gap laboyla qo'yilgan. Nima deysiz? Liniyaga chiqmagan umuman. endi qo'ydik orqasiga. Gap yo'q. Suyak hamma yoq tetik bo'lmasa, ezilish bo'lmagan. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Chiqaveringlar do'stlar, mana 4,5 ming atrofi akani mo'ljali. Nari beri. Xo'p, sog' bo'ling. Bozoringiz bersin, xo'p. 2020 mana bu. Puli nech pul aka? Assalomu alaykum. 5400 2020-chi. YouTube'ga nomer qo'yamizmi aka? Xo'p, qo'yib ketamiz. Kraskasi aka? Kraska top toza, probegi boshqa tablo qo'yilgan, hali turibdi. Atak o'ziniki. Qancha yurgan? Mana sotib oldim, mana. Mancha bir 100 ming probegini bersak, chunki motor 100 ming. Motor ham ochilmaganda. Sizniki tirikchilik emasmi mashinga? Tirikchiligi. Yangi tablo, endi eski tablo u yoq bu yoq 100 mingdan oshgan probegi. Motor ochilmagan. Motorlar ochilmagan ekan. Bozor narx berdimi? 500 berdi. 5100 ga mashina berilmayapti. Kraskalarini hamma joyini 100% toza. 100% toza tekshirib ko'rib olaverasizlar do'stlar. Motor ochilmagan. Motorlar ochiqsiz. Shunda mo'ljallingiz qanaqa ekan? 5200 bo'lsa beradi. 100 so'm qo'shsa berar ekansiz, ha? 5100 ga berilmagan, 5200 bo'lsa oxiri ekan. Telefon raqamingiz yozilgan bo'lsa ko'rsatib ketaman. 97lik 701 71 74 do'stlar. 310 ming. Bozoringiz bersin aka, rahmat. Hech kim yo'q mana damaslarda. 2020 38 ming yurgan. Puli nech pul aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 5 ming aka. 5 ming kami bor. Kraskasi Kraska bor. bunaqa DTP bo'lmagan. Ashur bilan orqa kiriladi, endi shunaqa desak bo'ladi. Bozor narx berdimi aka? 4600 qilishdi. 4600. 8 ming yurgan benzin. Yiliga nisbatan yurgani zo'r ekan lekin. Gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilgan. Tirikchilik mashina o'zizniki. Tirikchiligi. Mo'ljallingiz qanaqa aka? 48 bo'lsa beraman. 4800 lar ko'zlab turibsiz xudo xolasa. Nomeringiz yozilgan bo'lsa ko'rsatib ketaveramanda aka. Mana 90lik 741 99 99 do'stlar. Telefon qilib gaplashib olishinglar mumkin. Bozoringiz bersin aka, charchamang. Hotga dedimi? 2012. Ke nech pul aka? Assalomu alaykum. Sotib oldingizmi? Ana? Ha, YouTube'ga. Menga aytmaysiz? Yo'q, aytaveradi. Nech pul? Yili 12. 12-yil. Narxi 4100 kami bor. 4100 kami bor ekan do'stlar, 2012-yil.
Xorazmning mashinasi. Xorazm mashinasi. Kraskalar qanaqa aka? Petnolari bor 15-20 foiz. 15-20% petni. Gazla qo'ygansiz. Gazi bor, benzinda yuriydi. Yurishi, surishi, Zo'r yurish. xarajati yo'q, xudo xolasa. Xarajati yo'q. Sizlar tepalari ofis qilingan ekan. Shunda necha pul so'radi, bermadingiz? Bozor qanaqa qildi? 3400 qo'ydi. 3400 ga bermadingiz. Men 3600 bo'lsa beraman. 3,5 larga bitib qoladimi yo'qmi aka? Endi 3,5 bo'lmasam shu 3650 dollar qaysi bo'ladi yani. 3600 dan yana 50 o'tib berasiz agar. Telefon raqamingiz o'zingizniki shu, ha? 149 ming yurgan 2012-yil. 99lik 454 97 67. 3600 akani mo'ljali, 3,5 mingga bermagan. 3400 ga bermabdi. 3550 lar bo'lsa beraman deyapti. Mo'ljalidan yana 50 dollar arzoniga. Xorazm mashinasi. Bozoringiz bersin aka. Charchamang, xo'p. Shu bilan do'stlar videoni yakunlaymiz. Qo'ldan kelgancha narxlar bilan tanishtirib ketdik. Qo'llab turgan hammadan kattakon rahmat. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.